Assalomu alaykum azizlar. Hozir bitta aka bilan gaplashib qoldim. Insonni haqiqiy inson ekan xullas. Mana o'sha inson. Qayerdan kelyapsiz aka, aytib qo'ying. Masjiddan kim bilan? O'g'lim bilan. Ota bolalar. Qalay kayfiyatingiz? Yaxshi. Bugun qanaqa kun? Ha? Juma yomlaringiz bilan. Rahmat. Nima haligi? Bilasizmi? Bir xil insonlar ko'rsam, bir yuzida hali qayg'u, g'am yo'q-da, siznikida yo'q-da, shunaqa chiroyli. Bordi. Yo'q. Hamma yo'g'ingiz yetarli. Shunaqa tuyulyapti menga. Kimgadir qanaqa. Ismi nima o'g'lingizni? Asli. Nima gap? Yaxshi. Do'ppilaringiz yarashgan, qarang, qori bola. Endi aka, Ramazon oyida nima niyatlar qildingiz? Niyat shu gunohlarimiz kechirilsa, Barchamiz gunohlarimiz kechirsin. Alloh bizdan rozi bo'lsa, Ilohim. bo'ldi. Nima ish qilasiz? Duradigan. Duradgor. Alloh ishlaringizga omad bersin. Hamisha yo'lingiz ochiq bo'lsin. Nima orzularingiz bo'lsa, hammasi berish. Mendan nima yordam? Sizdanmi? Ha. Sizga yordam kerak emas, bo'ldi. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Lekin kulishingiz o'zingizga yarashadi. Gapi yo'q. Har doim kulib yuring. Bo'ldi. Sog' bo'ling, charchamang. Nimadan chiqasizlar?